U yigit bir boy insonni qo'yini boqar ekan, kasb shu. Kelishilgan 5 dirham. 5 dirham evaziga qo'yini boqib berar ekan. Bir qancha muddat boqibdi. Qo'ylari soni ko'payibdi. Kunlar kelib, haligi qo'y egasi boy aytibdiki, tezda qo'ylarimni sot, pulni jamla. Men shaharga tushishim kerak, boshqa bir ish qilaman. Haligi podachi qo'ylarni sotib, yaxshi pulga sotib, egasiga topshiribdi. Mana shuncha qo'ydi, shunchaga sotdim, mana puli desa, haligi boy inson haligi to'plangan puldan bir bo'lagini, mana bu senga, rahmat, baraka top, taqvoli yigit ekansan, halol kasbli inson ekansan, sani deb qo'ylarimga baraka kirib ketdi. Yaxshi bir foyda qildim. Bu mendan senga evaz. Men endi sen bilan ko'rishmayman deb bersa, haligi yigit aytibdiki, uzr, men sizni pulingizni ola olmayman debdi. Nega ola olmaysan desa, chunki siz bilan biz 5 dirhamga kelishganmiz. 5 dirhamni berdingiz haqqimni. Bundan ortig'i menga halol emas endi. Shunda birdan haligi boy inson qotib qopdi-da, qo'lini ochib duo qilib, "Ya Rob, buni topgan 5 dirhamiga barakot ber. Halol kasb deb mana bergan narsamni olmadi" deb duo qilib ketibdi. Endi yigit yana yashash kerak, yana kasb qilish kerak. Boshqa bir ovulga, qishloqqa boribdi. Qarasa, bir bashang kiyingan, chiroyli, qimmat kiyim kiygan insonni, tijoratchini atrofida ko'p odamlar yig'ilib turgan ekan. Hali yigit boribdi-da, odamlardan so'rabdi, "Kim bu odam?" desa, bu halol tijoratchi. İnsanlar bilan sherikchilikka ish qiladi. İnsanlardan pul oladi, borib tijorat qilib, insonlarga aytgan